Allo, assalomu alaykum. Alaykum Saodatxon opa, yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? rahmat. Avvalambor bugungi tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, kech bo'lsa ham. Rahmat, sog' bo'ling. Umringiz uzun, qadam joningiz sog'-omon bo'lsin deb qolamiz. Qarshi olayotgan bu yoshingizga ilohim yana ko'p yoshlar qo'shilsin opajonim. Rahmat, katta rahmat. Ayni daqiqalarda biz sizni Yurakdan xatlarim loyihasidan sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Bu loyihaning boshlovchisi Gulsanamxon bo'laman. Mana shunday ajoyib kun tavallud ayyomingiz munosabati bilan loyihamizda sizni qutlash maqsadida eng yaqin insoningiz tomonidan sizga o'qib eshittirishim kerak bo'lgan tabriknomalar o'rin olgan opajonim. Sizningcha mana shunday tabriknomalarni yaqinlaringiz orasidan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Kim deb taxmin qila olasiz? O'g'lim bo'lsa kerak-da. Albatta, yana ozgina taxmin qilib ko'ramiz opajonim. Xo'jayinimdir. Albatta, bo'lmasam men sizga o'zim yordam berib boraman. Loyihamizning bugungi tavallud ayyomi bilan sizni juda ham qattiq qadrlovchi jiyaningiz Yulduzxon opa sizga tabrik yubordilar. Singlim bo'ladi. Rahmat. Singiljoningiz albatta minnatdormiz. Rahmat, sog' bo'lsin. Janjonlar sog' bo'lsin. Ilohim, Qo'shaqaringizdan iloyim bolalarini baxtiga, er-xotin birgalikda rohatlarini ko'rsin bolalarini. ilohim opajonim, Yulduzxon opamizni hamma barchasini sizga tabriknomalari bor. Ijozat bersangiz, sizga o'qib eshittirsam maylimi, eshitasizmi? Mayli, eshitamiz. Niyat qiling yomon bo'lmasin. Orzu qiling armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta, Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun dilda ajib hayajon. Bugun quyosh o'zgacha porlar. Bugun sizni shirin orzular yana bir bor bag'riga chorlar. Aytadurlar turfa qutluvlar, umringiz go'zal baxtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassum ila tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Opajonim, yana bir bor payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat sizlarga ham. Iloyim ishlaringga omad. Janjonlaring sog' bo'lsin. Oilalaring bilan tinch bo'linglar iloyim. Boshlagan ishlaring samarali bo'lsin, saidli bo'lsin. Rahmat opajonim, sizga ham samimiy tilaklar uchun yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Doim shunaqa chiroyli, shodon, xushchaqchaq bo'lib yuring. Rahmat, sog' bo'ling. Singlingizga, Yulduzxon opamizga o'zingizni samimiy tilaklaringiz bo'lsa, bizning kanalimiz orqali yetkazishingiz mumkin. Rahmat. O'zi qaysi singlim bo'ladi, Yulduzxon? Iloyim. Janjon sog' bo'lsin. Ilohim opajonim. Bolalarim baxtiga. Hamma qaynsingillarim iloyim. Oltita qaynsinglim bor, hammalari iloyim. Janjonlari sog' bo'lsin, bolalarini rohatini ko'rsin. O'zimiz singillarim ham. Bolalarim hammamiz yaxshi kunlarni ko'rib yuraylik shunaqa iloyim. Ilohim opajonim. Sog' bo'lsin. Ilohim opajonim. Rahmat sizlarga. Rahmat opajonim, yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Otangiz hodilarga oboring iloyim. Janjoningiz sog' bo'lsin. Ilohim opajonim, rahmat sizga ham kattakon samimiy tilaklaringiz uchun. Xo'p. Xo'p, rahmat. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda, hech bo'lmasa
gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Uyda yo'qdir sira armonimiz, shodliklarga to'la o'tdi har onimiz. Parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz, bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun, guringlashib mazza qilib kulmoq uchun, bolalikni eslab mazza qilmoq uchun. Shunaqangi qalbi qaynoq jigarlarimiz, singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal